Bugun sizlar bilan Samsung va boshqa firma apparatlari ichida ajralib turadigan ruchkali Note seriyalari haqida gaplashamiz va telefonlarimizni bitta-bitta obzor qilib o'tishga harakat qilamiz. Samsung Note 8 telefonimiz o'z vaqtida va hozir ham juda ham bir sifatli, mashhur bo'lgan telefonlarimizdan. Haligacha o'z o'rnini Samsung flagmanlari ichida yo'qotmaydi. Bundan keyin Samsung Note 10 telefoni. Bu ham juda mashhur telefonlardan. Samsung Note 10 dan keyingi seriya Note 10 Plus seriyasi bo'lib sotuvga chiqqan va juda ham bir qo'lda turishi, ish berishi, hozircha tezligi, operativkasi bo'yicha juda ham mashhur va 25 Ultra gacha operativkasi tenglasha oladi. Samsung Note 20 Ultra telefonimiz. Bu telefonimiz ham juda ham bir hozirgacha o'z narxini ushlab kelgan telefon apparatlaridan hisoblanadi. Bundan keyin chiqqan flagman modellardan 2022-yil Samsung S22 Ultra telefonimiz chiqdi. Bu telefonimiz ham o'z davrida va hozirgacha juda ham bir xaridorlar ko'nglidan joy olgan telefon. Bundan keyingi seriya 23 Ultra telefoni bo'ldi. Bu telefonimizda bir 22 Ultra va 24, 25 Ultradan farqi ko'p bo'lmadi va albatta srazu bundan keyingi etap 24 Ultra ga o'tdi. Ko'pchilikka hozirgi kunda munosib kelayotgan telefon. 24 Ultra telefoni dizayni ham bir ajoyib holatda chiqqan. Bundan keyingi eng so'nggi chiqqan modellarimizdan bittasi Samsung S25 Ultra telefoni. To'g'ri, biroz qo'pol, qalin holatda chiqdi, lekin mijozlarimizda bundan o'zi joy olib ulgurgan telefon. Bu telefonlarimiz hozirgacha o'z og'risini yo'qotmagan holatda xaridorlar ko'nglidan joy olib kelayotgan apparatlar. Bu sotuvlar albatta hammasidan bor, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin va albatta kim Note seriyalarini qaysi modeldan ishlatgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangiz bizga albatta bir qiziq bo'lardi.